G'uljning ilinishi va Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishi. G'uljidagi Go'mindang aksiyatchi doiralari nilqida ko'tarilgan xalq qurolliq qo'zg'olonining ta'sirini to'sish, boshqa joylardami qurolliq qo'zg'olon ko'tarilib kelishining oldini olish uchun harbiy hozirlik va mudofaasini g'aljirlik bilan kuchaytirdi. Shundoq bo'lsa-mu, nilqida portilgan xalq qurolliq qo'zg'oloni Go'mindang aksiyatchilarining diqqatini G'uljining sharqi janubiy taraflaridagi tog'liq rayonlarga jalb qilib turganligi uchun ular G'ulji shahrida ulg'ayayotgan inqilobiy harakatlarga umumyuzlik taqobil turib ketolmaydi. Bu qo'zg'olonchilar uchun aytganda foydali edi. Shunga G'ulji shahridagi inqilobchi yoshlar Go'mindang aksiyatchilariga qarshi yushurun harakatini texmi kuchaytirdi. Yer osti tashkilot, ozodlik tashkiloti o'zlarining Go'mindang aksiyatchilariga qaratilgan tashviqotini yangi boshdan jonlantirib, nilqidagi qurolliq partizanlarning amaliy kurishiga moslashgan holda har millat xalqni qo'liga qurol ilib, aksiyatchi Go'mindang hokimiyatini ag'dirib tashlashga chaqirdi. Go'mindang aksiyatchilari o'zining mohiyatiga asosan qurolliq besiqtirish siyosatida ching turdi. 1944 yil 10-oyning oxirida Go'mindang qo'shinlari Sulton Vays Mazri, Cho'ng Qarasu, Kichik Qarasu orqali Ulastayga qattiq hujum qo'zg'adi. Partizanlarning Akbar boshchiligidagi birinchi cho'ng atirti buyruqqa asosan Basil Gandivonni qattiq mudofaa qilishdan tashqari Go'mindang qo'shinlarining hujumiga bardoshlik berolmay chekingan Sito Ivanning 3-chi cho'ng atirtiga tashabbuskorlik bilan yordam berib, birlikda urush qilib, Go'mindang qo'shinlariga kuchlik zarba berdi va Go'mindangning 17 askarini asir, 14 tal miltiqini o'lja ilib, g'alaba bilan Ulastayga qaytib keldi. Oqquy seyini saqlab turgan partizanlar 2-chi cho'ng atirtining boshlig'i G'eni bir bo'lak partizanlarni boshlab, Nahiya bozorining sirtiga o'ynag'ili ketganligi uchun Soy eg'izni Go'mindang askarlari egilib olgan bo'lsa-mu, partizanlar atirtining bosh shtabi Rafiq Baychirun atratlarini yordamga avatganlikdan Oqquy seyi eg'izi qayta tortib olindi. G'ulji shahri ichidagi xalq ommasimi qo'zg'olonga jiddiy tayyorlik. Ozodlik tashkiloti har millat ommasiga tashviq tarbiya ilib berish bilan qolmay, ularni qurolliq qo'zg'olon ko'tarishga tashkillamoqda edi. 1944 yil 10-oyning oxirida Ozodlik tashkilotining asosiy mas'ullaridan biri bo'lgan Abdukerim Abbasov G'uljidagi qurolliq qo'zg'olonni tayyorlash, tashkillash va uningga rahbarlik qilish maqsadida Sovet ittifoqi chegarasiga berib, qurol-yarog' setib olish ishi ustida jiddiy suhbat o'tkazdi. Go'mindang doiralari bu ishni sezib qilib, G'ulji xalqining qo'zg'alib ketishining oldini olish uchun oldi bilan nilq partizanlarini yo'qotib etmoqchi bo'ldi. 11-oyning 2-kuni Qo'choq zapas 7-diviziya 19-polkining 2-batalyoni 2 aeroplanning havodan moslashi bilan Nilqi noyasining Oqsu Siyiga jinining baricha hujum boshladi. Bundaq ustun askariy kuch va zamonaviy qurollar bilan qilingan hujumda qurol-yaroqlari ojiz partizanlar Oqquy seyini tashlab chekinishga boshladi. Go'mindang qo'shinlari Oqquy seyining eg'izni egilgandan keyin
Qosh daryosini yoqlab, Nilqi noya bozoriga hujum qildi. Partizanlarning G'ini boshchiligidagi ikkinchi cho'ng atriti hamma tarafdan dushmanning muasirasiga tushib qolganlikdan noya bozorini o'zligidan tashlab chiqib Ulastayga chekindi. Gomindan qo'shinlari kashqurun Nilqi noyasining bozor ichini besib oldi. Shu chog'ning o'zida yana Gomindan qo'shinlarining bir rota askari yana ikki aeroplanning massishi bilan hujum yasab G'uljidin Nilqiga berishdiki o'tang qarusini besib oldi. Ertesi yani 11. ayının 3. günü oldingi kundagi g'albisidan sankirab terisiga sig'may qolgan go'mindonchilar ikki aeroplanning havodan massishi bilan Qarasudan Ulastayga hujum boshladi. Jalin quldin partizanlar urush qilg'ach chekinib dushmanni ishkirga oldab ilib kirdi. Ular Ulastayga yig'ilgan partizanlar allaqachon tayyorlanib qo'yganlikdan besib kirgan dushmanni uch taraflab muasiriga ilib keskin jang qildi. Partizanlarning qurol yaroqlari ojiz bo'lsa-mu, kuchlik dushmanning g'aljirona hujumiga bardoshlik berib qarshi turdi. Miltiqi yo'q partizanlar qilich, kaltak, chumoq, paltolar bilan jang qildi. Ba'zi chorvachilar Gomindan askarlariga salma tashlab ilishdi. Giralashma jang 8 soatdan ortiq davom qilib, oppoq qor bilan qoplangan dala qip-qizil qonga bo'yaldi. Oxir Gomindan askarlarining 44-7si o'ldirilib, 17si asirga ilindi. 3 pilomot, 32 miltiq, 10 sanduq o'q va boshqa bir muncha harbiy ashyolar g'animat ilindi. Gomindan qo'shinlari fojialik mag'lubiyatga uchrab, nihoyatda ozlari pichib qutuldi. Chunki fitrab ketgan Gomindanchilarni yo'l, soy, tog' bag'irlarida her millet amisi birlab, ikkilab yo'qotgan edi. Bu qitimqi jangda partizanlarning tashkilotchilaridan biri birinchi cho'ng otryadning boshlig'i Akbar Ig'ir yordam bo'ldi. Keyin 11. ayning 10. kuni davolash unum bermay vafot bo'ldi. Akbarning inisi Seyit uning o'rnida birinchi cho'ng otryadning boshlig'iga tayinlandi. Bu qitimqi Ulastay urushidan keyin Gomindanchilar qattiq cho'chib ketishdi. 11. ayning 4. kuni Qo'rchoq ili viloyatlik saqchi idorasining boshlig'i muvaqqat vali Gavvi Qo'rchoq o'lkalik saqchi boshqarmasining muavin boshlig'i Lyubindala Ürümchiga jiddiy telegramma yo'llab yordam so'radi. Telegramda Nilqi voqeasi yuz bergandan keyin qo'zg'olonchi xalq hujum qilish usulini o'zgartdi. Ular Qosh daryosini yoqlab harakat qilib, Sultan Veys Mazri qatorliq o'rinlardagi qo'shinlarimizni muasirga oldi. 11. ayning 3. kunidagi jangda nurg'un odam va qurol yaroq ziyon tortdi. Yerlik ommaning ko'p qismi qo'zg'olonchilarga qo'shilib ketdi. Nilqiga borgan mashinalar qonga bo'yilib qaytib kelyotdi. Mashinalar butunlay yordamlarni besib kelyotdi. Bu ahvolni ko'rgan kishilar texmo ansizlik tushdi. Qo'zg'olonchilarning katta boshlari Fatih, G'ini, Akbar, Qurbon, Baychorin,
Ularda hazır 300'den artık miltiq, 1500'den artık adam var. Hemmisi atlık. Gulcunun pencim, cili yüz, Qorğasının Lusgun qatarlıq yerlerde məxfi təşkilatlar qurulub qozulan götürüşkə tayyorlanmoqda. İli ağır təhdid ostida. Şuna tezlikdə qo'shin avatib yordam berishinglarni so'raymiz deyilgan. Qo'zg'olonchi partizanlar shu kuni Ulashtayda dam olmoqda edi. Qo'zg'olonchilarning bosh shtabi qo'shinlarni yangi boshdan tartibga silib Sultan Vays Mazri doirasidagi Gomindan qo'shinlarini yo'qotish urushiga tayyorlik qildi. G'uljidagi ozodlik tashkiloti, G'uljidagi dushman qo'shinlarining tashqi saflarga ketib, shahar mudofaasida oz kuchi qolganligidan foydalanib, har millat xalq ommasini safarbarlikka keltirib, tashkillash va qurollantirish faoliyatini boshladi. Hamda nilqi partizanlarining Sultan Vays Mazri atrofidagi Gomindan qo'shinlariga hujum qilish planidan vaqtliq voz kechib, uch taraflab G'uljiga hujum qilish kerakligini, shu orqali ichki tashqi jihatdan moslashib bir yo'lila G'uljini ozod qilishni qaror qilib, nilqi partizanlarga aloqachi avatdi. Bu chog'da partizanlarning odam soni 1500 dan ortiq bo'lsa-mu, qurolliq qo'shini 300 ga yetmaydi. Uning ustiga bu qurollar oddiy yerli qurollar edi. Bir qismi g'animat ilingan bo'lsa-mu, o'q kamchil edi. Lekin partizanlarning ruhi ko'tarangu, Gomindan aksiyatchilarini yo'qotish irodasi nihoyatda yuqori edi. Partizanlar shtabi ozodlik tashkilotining yo'l yo'riq bo'yicha G'uljini ozod qilish urushiga faol tayyorlik qildi. Partizanlarni yo'qotish uchun G'uljidan chiqqan dushmanlarning oldini to'sib zarba berishga bir qism kuchni Avralda qoldirgandan boshqa asosli qism 3 yo'lga bo'linib, Gomindan qo'shinlarining tayanch polklaridan aylanib o'tib, tog' yo'llari orqali uddullab G'uljiga qarab mangdi. 11 ayning 5-kuni Qo'rchoq ili viloyatlik soqchi idorasi Urumchidagi Gomindan armiya va hukumat boshliqlariga oldirash jiddiy telegram yo'llab, G'uljida qo'zg'olon portlash oldida turmoqda. Qo'zg'olon ko'tarish uchun tayyorlangan qurol yaroqlar shaharga to'shilib bo'ldi deb xabar qildi. Lekin Gomindanchilarning G'uljida qo'zg'olon ko'tarilishining oldini olg'udak mag'dur yo'q edi. 11 ayning boshlarida Dalilqon Sug'urbayev boshchiligidagi Oltoy partizanlari Jiminay noyi bozoriga hujum qilgan. Shuningdan keyin Sarsumba, Urumchining shimoliy va Michuan noyasi atroflarida partizanlik harakatini kuchaytirgan edi. Bundaq ahvolda Gomindan aksiyatchilarining sharti yoki sharqdan yoki shimoldan G'uljiga yordam berish uchun askar yetkashga chami yetmaydi. Nilq partizanlari ozodlik tashkilotining o'rinlashtirishi bo'yicha 11 ayning 6-kuni tong saharda G'uljiga rasmiy atlandi. Asosan qozoqlardan tashkillangan birinchi cho'ng otryad Siyitning qo'mondonligida G'uljining g'arbiy shimoliy tarafidan asosan Uyg'urlardan tarkib topgan ikkinchi cho'ng otryad
G'iniyning qo'mondonligida G'uljining sharqiy janubidan asosan ruslardan tashkillangan 3-chi cho'ng otryad Fatihning qo'mondonligida G'uljining sharq-shimoliy tarafidan hujum boshladi. Bu üç tarafga yana Fatih umumiy bosh qo'mondonlik qildi. Qo'zg'olonchi partizanlarga Kaltak, Ora, Cho'qmoq, neyzilar bilan qurollangan minglagan har millat xalq ommasi egashgan edi. G'uljiga hujum qilish ishi kutgankidek damal o'ngishli bo'lmadi. Chunki partizanlar belgilangan o'ringa tang yetib kelmadi. 3-chi cho'ng otryad Turpan yuzga kelish bilanla to'xtab qolgan. Birinchi cho'ng otryad ularning kelishini kutib turib qolgan edi. Faqat ikkinchi cho'ng otryadlar aslidagi plan bo'yicha G'uljining sharqiy janubidagi Qubaga yetib kelib, Qo'rchoq ili viloyatlik soqchi idorasiga hujum boshladi. Türmege qamalganlarning oila təbəələrini partizanlarga egishib tang hujumga o'tdi. Ular Gir bozoriga yetib kelganda Qo'rchoq Gomindan 128 diviziyasining 3 batalyoni 3 aeroplanning havodan moslashi bilan partizanlarga qarshi hujumga o'tdi. Partizanlardan 4 odam 34 ot o'ldi. Chiqimning yanama ko'p bo'lib ketishidan saqlanish uchun partizanlar Turpan yuzga chekinib ketdi va u yerdagi 1-3 cho'ng otryadlar bilan qo'shildi. Shu kuni kechda partizanlarning qo'mondonlik shtabi ozodlik tashkilotining harbiy qo'mondonlik shtabi bilan aloqalashdi. Qo'mondonlik shtabi Abdukerim Abbasov, Aleksandr Rahimjan Sabraji, Manap Bektimirov hamda Qosimjon Qambiri, Mazarovlardan tarkib topgan edi. Ozodlik tashkilotining harbiy qo'mondonlik shtabi G'uljiga hujum qilishni 11-oyning 10-kuniga belgilagan edi. Buni düşman bilib qolg'achqa vaqtni ilgari surib Söğüt Oktyabr inqilobining xotiri kuni bo'lgan 11-oyning 7-kuni shahar bo'yicha qo'zg'olon ko'tarishni Turpan yuzda turishliq 3 cho'ng otryadniki partizanlar sirtdan namdamlashni qaror qildi. Bu chaqda Gominan qo'shinlarining asosiy kuchi Nilqa, Ulastay, Sultanvays Mazri qatorliq joylarda bo'lib, shahar ichida yanala Qo'rchoq 128 diviziya 382 polkining 2 batalyoni, aviatsiya ta'lim tarbiya atirdi, Qo'rchoq amonlik saqlash 4-polki qatorliq qismlar joylashgan. Odam soni 1500 dan ko'p edi. Lekin Gomindan qo'shinlarining ecellik acizligi shu ediki, ular yig'inchoq emas. İli viloyatlik Qo'rchoq soqchi idorasi, teri zavodi, lampa zavodi, Harambog', Aydrum, Levshang butxonasi qatorliq joylarga bo'linib o'rinlashgan edi. Gomindan aksiyatchilarining eng zaharlik suiqasdi shu bo'ldiki, ular milliy o'chmanlik urug'ini chechib, partizanlar Xitoy bo'lsa qirib tashlamoqchi degan ig'voni taqib G'ulji shahri ichidagi sodiyalarga va bir qism Xitoy ommaga qurol taqib, ularni partizanlarga qarshi urush qilishga majbur qildi. Ammo Xitoylarning ichidagi yuqori qatlam ezgichilar qurollangan bo'lsa-mu,
emgekçi Xitay ommining mutlaq ko'pchiligi tarqatilgan qurollarni ilishdan bosh tortdi. 11 ayning 7 kuni tong soat 3da Abdukerim Abbasov bilan Aleksandr ko'pincha ilidin qechib chiqib ketgan Uyg'ur qozoqlardan tashkillangan qurolliq avtomatik 60 partizanni ilib 2 tonna o'q dora, 2 pilomet, 1 minayon bilan Qo'rg'os noyasining Eytal degan joyidagi chegaradan o'tib Bayanday orqali G'uljiga yetib keldi va G'uljidagi partizanlarga boshchilik qilib Qo'rchoq saqchi idorasi elektr stansiyasiga hujum boshladi. Ular tezlikda Qo'rchoq valisi mahkamasining g'arbidagi Qizlar o'tiri maktabining binosini ishg'ol qilib, shiddatlik o't kuchi orqali Qo'rchoq vali mahkama, Qo'rchoq viloyatlik saqchi idorasi, kasbiy shirkat oraliqidagi qatnash yo'lini qamal qildi. Nilqi partizanlarimi ularga moslashdi. Partizanlarning G'eni boshchiligidagi ikkinchi cho'ng atirti Qo'rchoq G'ulji shaharlik birinchi rayon saqchi idorasini ishg'ol qilib, qamalib yotgan 80 dan ortiq odamni qo'yib berdi. Gomindang qo'shinlari 3 darvoza tarafga to'plangan partizanlarga jon jahli bilan hujum qilgan bo'lsa-mu, 2 soatlik shiddatlik jangda burniga yeb chekinishga majbur bo'ldi. Partizanlar qo'mondonlik shtabi 2 cho'ng atrofdagi partizanlarning bo'linib Gomindangning harbiy saqchilari turadigan punktlarga hujum qilishga buyruq berdi. Buning bilan dushmanlar bir-birining holidan xabarmi ololmay o'z halakchiligi bilanla qoldi. Mushu kundagi jangda Qo'rchoq o'lkalik saqchi boshqarmasining muavin boshlig'i Liu Bindi partizanlar tarafidan etib o'ldirildi. Jang 11 ayning 8 kunimi davom qildi. Partizanlarning Siyit va Qurbon Burhondin boshchiligidagi birinchi cho'ng atirti 600 dak odam, quroli borligi 170 odam. Qolganlari kaltak, neyza ko'targan amma edi. Bilan dushmanning G'uljidagi Qo'rchoq Slinbusiga hujum qildi. G'eni qo'mondonlik qilgan ikkinchi cho'ng atrat Qo'rchoq ili viloyatlik bosh saqchi idorasiga hujum qildi. Partizanlar bilan Gomindang qo'shinlari o'ttirsidagi jang nihoyatda shiddatli davom qilib, partizanlar keyindan Saybo'yi, Oltishuar ko'chasi, Qo'rchoq Slinbuga boradigan Ko'rikbesh qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Tamtirab qolgan Gomindang qo'shinlarining ilini sinitish qo'mondoni Savrulin G'uljidagi aksiyatchi harbiy va saqchi idorasi, vali mahkama, kasbiy shirkatlarni jon tikib qo'g'dash to'g'risida jiddiy buyruq berish bilan birga Nilqidagi Chin Yungchen batalyoniga kechilab G'uljiga kelish to'g'risida buyruq berdi va Ko'rsoy jengidagi Qo'rchoq 21-polkining tezdan G'uljiga kelishi to'g'risida jiddiy telegramma berdi. Shundaqla Yang Xuanchunning o'z tuaniga bevosita qarashliq qismlarini
Sultan Veys mazırdaki bazısıdan Gulcuğa yetkilip kelişke buyurdu. Nilqi partizanlarımı ulağa maslaştı. Partizanlarning g'eni boshchiligidagi ikkinchi cho'ng atirti Qo'choq G'ulji shaharlik birinchi rayon saqchi idorasini ishg'ol qilib, qamalib yotgan 80 dan ortiq ommani qo'yib berdi. Go'mindan qo'shinlari 3 darvoza tarafga to'plangan partizanlarga jon jahli bilan hujum qilgan bo'lsa-mu, 2 soatlik shiddatli jangda burniga yeb chekinishga majbur bo'ldi. Partizanlar qo'mondonlik shtabi 2 cho'ng atrofdagi partizanlarning bo'linib, Go'mindonning harbiy saqchilari turadigan punktlarga hujum qilishga buyruq berdi. Buning bilan dushmanlar bir-birining holidan xabarmi ololmay o'z halakchiligi bilanla qoldi. Mushu kundagi jangda Qo'rchoq o'lkulik saqchi boshqarmasining muavin boshlig'i Lyubinda partizanlar tarafidan etib o'ldirildi. Jang 11-oyning 8-kuni davom qildi. Partizanlarning Seyit va Qurbon Burhoniddin boshchiligidagi birinchi cho'ng atirti 600 dak odam, quroli borlari 170 odam, qolganlari kaltak, neyza ko'tagan omma edi. Bilan dushmanning G'uljidagi Qo'rchoq Slimbosiga hujum qildi. G'eni qo'mondonlik qilgan ikkinchi cho'ng atraf Qo'rchoq Ili viloyatlik bosh saqchi idorasiga hujum qildi. Partizanlar bilan Go'mindan qo'shinlari o'ttirsidagi jang nihoyatda shiddatli davom qilib, partizanlar keyni-keynidan Soybo'yi Oltishuvar ko'chasi, Qo'choq Sidingbuga boradigan Ko'rikbeshi qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Tamtirab qolgan Go'mindan qo'shinlarining Ilini tinchitish qo'mondoni Savruling G'uljidagi aksiyatchi harbiy va saqchilarga saqchi idorasi, vali mahkama, kasbiy shirkatlarni jon tikib qo'g'dash to'g'risida jiddiy buyruq berish bilan birga Nilqidagi Chin Yungchen batalyoniga kechilab G'uljiga kelish to'g'risida buyruq berdi va Go'rsoy jingidagi Qo'rchoq 21-polkining tezdan G'uljiga kelish to'g'risida jiddiy telegramma berdi. Shundaqla Jang Xuanchunning o'z taniga bevosita qarashliq qismlarini Sulton Veys bazasidan G'uljiga yetkazib kelishga buyurdi. Partizanlarning Liskin boshchiligidagi atirti Urumchi Qo'rg'os tosh yo'li ustidagi muhim o'tkal bo'lgan Kangsoyni egillab, oqib qo'lab yo'lni to'sib, G'uljidagi Go'mindonchilarga yordamga kelmoqchi bo'lgan Go'mindan qo'shinlariga to'sib zarba berishga tayyorlandi. Qo'rg'os tarafda harakat qilayotgan partizanlar atirtimi Koni Ertay, Chingizxo'z qatorliq joylarni egillab ularga moslashdi. 11-oyning 9-kuni Go'mindan Qo'choq zapas 7-diviziyasi 21-polkining Jang Xuanchun qo'mondonlik qilayotgan batalyoni shaharga ishkirlab kirgan partizanlar bilan to'qnashib kelib, yerim kun qattiq bu batalyonning tarkibidagi Lianjiang Wang Jingping, Peijang Suishigao, Wang Shubing, Wang Zingfula jangda o'ldi. Yana bir Lianjiang Yan Tangxing bilan Peijang Wudaping yarda bo'lib, birmuncha askarlari o'lib, tushdan keyin soat 2da partizanlar ko'cha eg'izlarini qamal qilib elib, dushmanning ta'minot liniyasini uzib tashladi. Tanjang Jang Xuanchun mozorda turishliq
Halduq kısımlarını G'uljiga yordamga kelishni tezitish to'g'risida buyruq avatishdan tashqari o'z ahvolining yomonlashib ketayotganligini to'g'risida Saurulinga telegramma berdi. 11 ayning 10 kuni tong etishdan ilgari partizanlarning qo'mondonlik shtabi butun shahar bo'yicha Gomindan qo'shinlariga umumiy hujum boshlab buyruqqa tushdi. Bunun bilan partizanlar ve her millet halkı hurra sadasını yanıltıp Kuomintang armiyası ve sakçılara karşı hücumu atlandı. Şehrin hem yerde ok avazı tutaş götürülüp kır çap avazı şehrini zilzilege keltirdi. Şehir içindeki Kuomintang eksiyetçi harbiy ve sakçıları katma kat muhasır içinde kaldı. Şu günkü hücum bilen 3. iskilotni saqlayotgan 400 dan ortiq Kuomintang askarlari taslim bo'lib haqiqatga qaytdi. Bularning ichidagi mutlaq ko'pchiligi majburiy askarlikka tutilgan yerlik aholi bo'lib, ularning ba'zilari haqiqatga qaytgandan keyin partizanlar qatorida urushga qatnashdi. Bu kunki urushda partizanlarning Seyit bilan Qurban Burhondan qo'mondonligidagi birinchi cho'ng atriti Kuomintangning G'uljidagi qo'rchoq qo'mondonlik shtabiga shiddat bilan hujum qildi. Qo'mondonlik shtabidagi Kuomintangchilar partizanlarning hujumiga tang kelolmadi. Sauruling mushu yerda edi. U yengilgan Halduq qo'shinlarini, ofitserlarning oila ta'balarini va yuqori tabiqi Xitoy savdogarlarini boshlab Harambog'ga kechib kirib oldi. Bu chog'da Nilqidan G'uljiga yordam kelgan Kuomintang qo'shinlarimi partizanlarning to'sib zarba berishiga duch kelib, shaharga kirolmay Harambog'ga tiqilib olgan edi. Saurulingning qochoqlari ular bilan birlashib oldi. Partizanlar qochoq qo'mondonlik shtabini, valiy mahkamasini ishg'ol qilish urushida Kuomintangning ofitser va askarlaridan 32ni etib o'ldirib, 22 tal miltiq o'lja oldi. İli qo'zg'olonchilar qo'mondonlik shtabi, qochoq qo'mondonlik shtabi o'rniga ko'chib kirdi. Qochoq qo'mondonlik shtabi ishg'ol qilish urushida partizanlar cho'ng atritining boshlig'i Seyit og'ir yaralandi. Shu kuni kechda u Ulastoy urushida yordar bo'lib davolanayotgan akisi Akbar bilan bir vaqtda qurbon bo'ldi. Seyitning o'rnida birinchi cho'ng atratga qo'mondonlik qilishga tayinlangan Qurban Burhondan partizanlarni boshlab Havarayi stansiyasiga kirib olgan Kuomintangchilarga davomli hujum qilib, dushmanning 11 odamni o'ldirib, 27 miltiqni o'lja oldi. Ular mushu g'alabasining ilhomi bilan ruhlanib, davomli zarbadorlik bilan jang qilib, Qo'rchoq noyalik hukumat qo'rusi va Qo'rchoq noyalik soqchi idorasiga hujum qilib, bu yerdagi dushmanlarni butunlay yo'qotdi. Partizanlarning bu g'alabasidan tamtirab qolgan Kuomintangchilar nima qilishini bilolmay qoldi. Qo'choq ülkelik hükümetlik reisi Hu Jingxin bilan 8. urush rayonining qo'mondoni Jushaolanlar 11 ayning 10 kunidan e'tiboran butun ili rayonida harbiy holat yurgizilganligi to'g'risida buyruq tushirdi. 11 ayning 11 kuni Hu Jingxin
Jangjashiga telegram yo'llab, gerçi her gerçi hazır harbiy radio priyomlik aloqasi to'salg'usiz ishlayotgan bo'lsa-mu, G'uljidin Suyidin Kensayga boradigan tosh yo'l qatnashi üzüp taşlandı. G'uljidin shimolidagi ertay o'zlashtirilgan Rus banditlar tarafidan ishg'ol qilindi. Suyidin xavf ichida. Arshang muasirida qoldi. Börtala qo'rg'oslarning qo'ldan ketganligi haqida xabar keldi. G'uljidagi qo'shinlarimiz banditlar bilan kecha kunduz ko'cha urush qilmoqda. Chiqim eg'ir. Yordam qilishga o'q dora yetkazib berishga amal bo'lmayotdi. Aydurum banditlarning zambirak o'qining zarbisiga uchrayotganda cho'ng aeroplanlar qo'nolmayotdi deb faryod soldi. Yana bir tarafdan u Turpandan bir batalyon, Qarashahardan bir batalyon askarning Urumchi mudofaasini kuchaytirish uchun tezdan Urumchiga kelishi. Urumchida turayotgan Gomindang qo'shinlari ichidan bir batalyon askarning jing'i berib, Ilining tosh yo'l qatnashini ravonlashtirishi haqida buyruq tushirdi. Partizanlarning G'ani qo'mondonligi ostidagi ikkinchi cho'ng atriti Qo'choq bosh soqchi idorasiga 2 kun hujum qilib, 11-oyning 12-kuni uni ishg'ol qildi. Urush bo'layotgan Qo'choq bosh soqchi idorasining boshlig'i Govvi turmadagi har millat ommasini qirg'in qilib, o'zi chapchal orqali ko'raga qochib ketgan edi. Partizanlar Qo'choq bosh soqchi idorasini ishg'ol qilganda Gomindangning harbiy va soqchilaridan 107 kishini tirik qo'lga tushirdi va Govvi texi o'ltirib yetishga ulgurolmagan 200 dan ortiq ommaviy ozod qildi. 190 dona har xil qo'ral, 300 dona qo'l bombasi, 30 ming pay o'q g'animat oldi. Shuna qilib, Gomindang harbiy soqchilarining G'ulji shahri ichidagi asosliq tayanch punktlari qo'zg'olonchi partizanlar tarafidan ishg'ol qilinib bo'ldi. Dushmanning qoldiq qo'shinlari Arambog, Aydurum, Avasiya ta'lim tarbiya atriti, Guyvang butxonasi qatorliq ozg'ini o'rinlarga tiqilib yetib, jinini havodan tashlangan üzük tülikler bilan boqadigan kuniga tushib qoldi. Ozodlik tashkiloti maxfiy harakat bosqichini g'alabalik tamomladi. 11-oyning 12 kuni G'ulji shahridagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz madaniyat oqartish klubida tantanalik cho'ng yig'in ichilib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti vaqtli hukumati qurilganligi jakolandi. Vaqtli hukumat tarkibi va heyetler namzatları 11-oyning 8-kunida Ozodlik tashkiloti rahbarlik komiteti yig'inida muzokara qilinib, qarorlashtirilgan edi. Qarorga asosan vaqtli hukumatda dastlabki qadamda ichki ishlar nazorati, taftish nazorati, oliy sud, moliya nazorati, ma'rif nazorati, sahiya nazorati, diniy ishlar nazorati, harbiy ta'minot idorasi, transport idorasi ta'sis qilindi. Vaqtli hukumatning a'zolari Ilixon To'ra, Hokimbek Xo'ja, Rahimjon Sabiraji, Abdukerim Abbasov, Mehmetjon Mahsum, Hibib Yunchi, Anvar Musaboyev, Ubul Xayr To'ra, Maskiliyov,
qatorliq kishilardan tark topdi. İlhan Töre vaqtli hukumatning raisi Hokimbek Xo'ja muavin raisi bo'lib tayinlandi. Hukumat Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat bayrog'i tigi yeshil, o'ttirisiga yarim oy va yulduz shakli tushirilgan bo'ladi deb qaror qildi. Kuomintang bayrog'i ilib tashlanib, yangi hukumat bayrog'i esildi. Uyg'urcha va ruscha Sharq Turkiston gazeti nashr qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Vaqtli hukumat 9 moddalik siyosiy programma e'lon qildi. Bu programmada ba'zi xatolik va yetishsizliklar bo'lganligi uchun 1945 yil 5-oyda o'zgartirilgan yangi 9 moddalik programma e'lon qilindi. U munulardan iborat edi. Birinchi, Xitoylarning har xil istibdod siyosatlarini bekor qilish. Ikkinchi, hukumatni demokratik hokimiyat qilib qurib chiqish. Uchinchi, armiya xalqqa mansub bo'lishi. To'rtinchi, hamma millat barobar bo'lish. Beshinchi, diniy e'tiqodga hurmat qilish. Oltinchi, har darajalik amaldorlarni xalq saylash. Yettinchi, Sovet ittifoqi bilan yaqin o'tish siyosatini yo'l qo'yish. 8. Ma'rifni taraqqiy qildirish. 9. Uyg'ur yezigini hukumatning umumyuzlik qo'llanadigan yeziq qilib bekitish. Siyosiy programmaga asosan vaqtli hukumat navbatdagi asosiy vazifalarni o'ttirib qo'ydi. Har qaysi joylarda urush qilayotgan qurolli kuchlar uchun birlikka kelgan qo'mondonlik tashkillash. Partizanlarning harbiy ta'minoti va harbiy otlarni bir tutash hal qilish. Kuomintangning barliq mol mulkini musodara qilib, yangi hukumatning mol mulki qilib, yangi hukumatning moliya asosi o'rnatish. Shahar bozorlarda ijtimoiy tartibni asliga keltirish. İlidagi partizanlar maxfiy qo'mondonlik shtabini rasmiy bosh qo'mondonlik shtabi qilib o'zgartib qurish. Nomini Sharq Turkiston Cumhuriyeti harbiy bosh qo'mondonlik shtabi deb bekitish. Kuomintang qo'shinlari yanada Arambag, Liangshan va Aydurum qatorliq o'rinlarni egilab yetib Ürümchidan harbiy yordam kutayotganligi, Suydan ko'ra qatorliq yerlarda Kuomintang harbiy soqchilari bo'lganligi uchun bosh qo'mondonlik shtab tuvandagi vazifalarni o'ttirib qo'ydi. Birinchi, Kuomintang qo'shinlarini bo'lib qo'rshib olib 1944-yili oxirigacha İli rayonundaki Kuomintang qurolli kuchlarini butunlay yo'qotish. Ikkinchi, Achal, Kangsoy va Kuomintangning askariy yordamga ko'paytirish ehtimoli bo'lgan joylarda mudofialanish xizmatini kuchaytirish. Uchinchi, har qaysi joylardagi tarqoq partizan atratlarini birlashtirib tartibga solish. To'rtinchi, her qaysi partizan atlatlari o'ljit olgan qurol yaroq va boshqa urush g'animatlarini qayta taqsim qilib, qurol yaroqlari kamchil partizan atlatlariga to'liqlab berish. 5. Kuomintang egallab turgan rayonlarga razvedka qismlarini avatish. Kichik ko'lamdagi partizanlik hareketlerini tashkillash. Shu yerdagi xalqni Kuomintang aksiyatchilariga qarshi urushga safarbar qilish. Kuomintangning iliga yordam askar avatishiga yo'l qo'ymaslik. Shuning bilan bir vaqtda ili atrofidagi Kuomintang qo'shinlarini
öz joyida yo'qdir.